Yo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan yana men o'sha Jasurbek. Bugungi videomizda biz birinchi zumradimizni topishimiz kerak. Qani bo'lmasam boshladi. Birinchi biza chiqib qaraymiz. Nimalar bor, nimalar yo'q. Ko'ramiz, cho'chqalar, qo'ylar. Bir narsalar ulas. Men hali shuncha narsa topganimga qaramasa kuchayganim ham yo'q. Izmurud topganim ham yo'q. Shuning uchun bugun izmurud topishni reja qilib qo'ydim. Topolsam kerak, yana ham bilmadim. Topsam lekin yaxshi edi. Nimaga men buni bilan ko'ryapman? Voy, tepaga qachon chiqaman? Yo'q. Bunday qilib tepaga chiqib bo'lmaydi. Izmurud menimcha tog'larda bo'ladi. Shuning uchun biz ham tog'larga yo'l olamiz. Tepada tog' ko'rgandim bir. Katta joy. O'sha yerda bo'lsa kerak, ana tepada. O'sha yerga bir amallab chiqib olsak. Bu yog'i qani nima o'g'irlayapsan? Kel. Kelolmadi, uka, qo'rqdim endi. Yana eng zo'r izmurud topsak video tugaydi. What the hell? Izmurud. Nechta bu? Nechta? Bitta bo'lishini kutmagandim. Mayli, temir ham qidirib ko'raylik. Temir ham bo'lsa kerak ya. Hop. Yo'q, men temirni ko'rmayapman nimagadir. O, malades, kakra suv ham bor edi. Suv ko'rib tushaman desam, o'zi tayinli suv bor ekan. Hopa. Ana zo'r bo'ldi. Endi bir tushamiz. What the hell? Help me. Please help me. Voy, vata turib qolaman degandim. Ha, mayli, yorug'roq joyda o'tiraylik bir. Tepamda nima bor? O, ochiqlik. Qachon chiqaman yoqqa endi? Ha, mayli. Men hozir yo'q qilib tashlamaslardan oldin tepaga chiqib olishim kerak. Voy. Nima bo'lsa bo'ldi. Hoppa, bu ham yomon. Asab ketyapti. Yo'q, faqat jodugar emas. Jahlimni chiqarma bola. O'zingcha asab ketyapti. Sen ham maki. Oy, seni yalmong'iz. Axiyri o'ldirdimmi? Yo'q. Mana shu yerda o'lsam yomon ish bo'ladi. Yo'q. Yo'q. Bu yerda o'laman deb o'ylamagandim.
afsus ki siz shuncha narsam voy dod yana jonlari ham ketdimi tepaga o'lib bormasam bo'ldi deydi. Nimaga ham u yerga chiqdim, nimaga ham u g'orga kirdim. Temir topaman deganim mana-ku temir. Obbo, qaysi g'orga kirgandim endi? O'sha yerdagi zombi kiyib olgandir mening kiyimlarimni. Afsuski. Noaniq zarba. Shundoq pastga tushsam meni o'ldirib yuborishadi. O'ldi endi. Ichkariga kirib ketdim. Mana shu zombilar yoqmaydi menga. Yo'q. Sizlarga bitta narsani ko'rsatishim kerak. Hozir. Bir marta o'lsam ham shunday bo'ladimi? Yangi yer kiradik. Nimaga bunday bo'lyapti? Nimalar bo'lyapti? Xo'p, bolalar, mayli, video tugadi. Sizlar menga like va obuna bo'lishni to'xtatmanglar. Xayr, sog' salomat.